Do'stim, juvachka chayna. Bunday bo'lyapti do'stim, sen meni ichimmisan? Hozirgina og'zimdan bir g'alati hidlar kelayotgan edi, sen menga zvachka tutqizyapsan. Men shuni sezdim do'stim, boshqalarning oldida xijolat bo'lmasligi uchun beryapman. Do'stim, sen kimsan? Aytgin. Meni shunchalik yaxshi ko'rasan, do'st. Juda qopti juvachka. Yo'q, qo'shikalla, bitta zvachka ber, og'zim sasiyapti. Piyoz yedim bo'y. Ha, mana magazin sotadi, ol. Menga magazin ko'rsatadigan bo'lib qopsanmi? Tiqib qo'y zvachkani, tushundingmi? Sen o'zi vechni Battar bu. sassiqmisan, ha? Do'stim, mashinangni bir kunga berib tura olmaysanmi? Uydagilarni zaparga olib bormoqchi edim. Do'stim, senga nafaqat mashina, jonim ham fido, shuni bil. Do'stim, chap ko'zimga yosh keldi. Hech qachon ayrilmaylik, iltimos. Bersang nima bo'ladi? Bersang nima bo'ladi? O'l temirni qizg'onib. Nima senga bu o'yinchoqmi? Zaparga boray, maymunni bolalarimga ko'rsatib, sanga o'xshashligini aytaman. Shuni bilib qo'y, men sen uchun mashina olganim yo'q. Yonib ketsin mashina. Shundaymi? Do'stim, tug'ilgan kuningga eng bazardan 88 mingga futbolka olib bermoqchiman. Yo'q, ey do'stim. Do'stim, pastingga 139 mingdan shimlar ham olib bermoqchiman. Boringga shukr do'stim. Xohlasang kelinga ham narsalar olamiz. Do'stim, ishonasanmi? Bu voqealarni Bobur Mansurovning reklamasini ko'rib, eng bazardan kiyinish orzuyim edi. Sen bu orzuyimni amalga oshirding, do'stim. Do'stim, tug'ilgan kunimga kiyimlar olib bermaysanmi? Yo'q, kelsan, kimni so'kyapsan? Ha? Kiyimingga zo'rmanmi? Zo'rmanmi kiyimingga zo'rmanmi? Zo'rmanmi kiyimingga? Zo'rmanmi?